11-chi duo. Qulning Allohga duosi bandichilik va ojizlik belgisidir. Allohning qulga duosi rahmatdir. Duo bir chaqiriqdir, ya'ni da'vatdir. Qur'onda ham Allohning qulga hamda qulning Allohga duo qilishi shaklida oyatlarda ifodalanadi. Haj Allohning duosidir, ya'ni qullarga chaqiriqi. Qul bu da'vatga labbayk Allohumma labbayk. Men hozir Allohim, men hozir deb qabul qiladi va keladi. Kepanga simol qilingan ihrominga yo'ginib kelding. Buning ma'nosi Allohim, sana qaytadiganligimni bilaman. Oxirida sana hisob beradiganligimga iymon etdim. Hisobga tortilishdan burun o'z nafsingni hisobga tort degan payg'ambarimga itoat qildim va Odam alayhissalom, İbrahim alayhissalom, İsmoil alayhissalom va Muhammad alayhissalom kelib, sana yalurgan yerda men sana yalurdim. Allohim, ey İbrahim alayhissalomning Rabbi, ey Muhammad alayhissalomning Rabbi, ey bichoralarning Rabbi, men ma'naviy bir cho'lga aylangan tuproqimdan bu ma'na okeaniga bir tomchi bo'lish uchun keldim. Bildimki, cho'lga tomchigan tomcha parga aylanib cho'l bo'ladi ekan. Ko'lga tomchigan tomcha ko'l bo'ladi ekan. Menmi bu rahmat okeaniga qetilgan bir tomchi bo'lishni xohlayman. Bu rahmat dengizining pokiz va pok suyiga menimi qabul ayla ey egam. Allohim, müminlerin dunyoning igi chaqsiz yetimlari bo'ldi. Menmi shu bo'yni pukuk igi chaqsiz yetimlarning biriman. Mening igi chaqsiz bo'lishimning sening oldingda hech bir qimmati bo'lmasligi mumkin. Faqat sening nazringda bekmi qimmatli bo'lgan islomning yetimlari, igi chaqsizlari, tirik shohidlari bor. Menimi ularning orasida qabul qilgin. Qabul qilgin ey Allohim. Qur'oning tashlab etilgan, butun islom olimi tushkun, dining g'amkin, do'stlaring nohaqchilikda, dushmanlaring mag'rur, qonun farmonlaring to'salg'iga uchirdi. Perişan halimiz sana ayandır. İşendimki qulungning kuchi tugagan yerda sening yordaming boshlanadi. Tugashdim ey Rabbim deganlarga keldim ey qulim dersanmi? İlohim, yordaming qachon keladi? Degidek darajada siqilmadik, sinalmadik, silkinmadik, bedel to'lamadik. Faqat toqatimiz yo'q, kuchimiz oz. Yolumuz uzun, ağzımız kuruk, yükümüz ağır, talimiz yok, dostumuz aciz, düşmanımız güçlüktür. Bu ahvalda sana Peygamber aleyhisselamның Taif'tin qaytqanda Ebu Qubays'ның töpülükide texi Mekke'ye kirmegen, Mekke'ye qarab közlerge liq yaş algan halda qılgan munu duası bilen nida qılımız. Ey Allah'im, kuch quvvatimning tugiganligini sana arz qilaman. Kuchimning oz qolganini, insonlarning oldida oyoq osti qilinganimni sana shikoyat qilaman. Ey rahim qilg'uchi egam, sen ezilganlarning egisisan, meningmi egamsan. Meni kimlarning qo'liga tashlab qo'yding? Mana qo'pollik qilgan yotlarning qo'lig'imi yoki doim go'ro'ga oladigan bir dushmangimi? Agar sen mana g'azablanmagan bo'lsang, qat'iy bularni ko'nglimga elib qo'ymayman. Lekin yaxshiliqing meni rohatlantirdi. Sening qorong'ulikni yo'ritgan nuringga seg'inaman. Dunyo va oxiratimni oydinlashtiradigan nuringga seg'inaman. G'azabing kelganda manga tegadigan ochiqingdan qechib qutulg'idek bir yer izlayapman. Sana seg'indim. Mendan rozi bo'lsang, bu manga yetarlik.
Kuch va quvvat sendin. Yalğuz sendin. Ey Allah'im. Ko'nglimiz cho'llashib ketdi. Bizga muhabbat ber. Ümmet parça bo'ldi. Vahdat, birlik ber. Kufrning tırnaqlarida paskesh, rezil va rasvo bo'ldik. İzzat ber. O'zimizga qarshi yotlashib, paskesh maymunga aylandik. Bizga odamning boshda yaratilishidek insoniy tabiiy xuluq ber. 100 yillardir baxt saodatning buluqi edik. Endi piqirga aylandik. Saodat va salomatlik ber. Saxta rahbarlarning peshida o'z sirliq tumanlar ichiga mahkum bo'ldik. Hidoyat ber. Tashlashib ketgan yuraklarimizning ko'zlari ko'r, quloqlari pang, dillari lal bo'ldi. To'g'rini ko'radigan ko'rish kuchi va haqni anglaydigan quloq ber. O'z qo'rqinchimizning asiri bo'ldik. Qo'rqinchoqlik keslimizning tutquni, vahimalarimizning xizmatchisi bo'ldik. Jalolat, shijoat va temkinlik ber deb yolursan. Uning bo'sog'isiga beshingni qo'yib, yig'lab oqsan, ho'ngraysan. Undan boshqa ish yo'q. O'zining kichikligini bilgan, uning buyukligini biladi. O'zining yetarsizligini bilgan, uning mukammalligini biladi. O'zining ojizligini va mahrum ekanligini bilgan, uningdan istaydi. Sheriklik kishining o'ziga o'zi yetadiganligining ongsiz ifodasidir. Duo qulning o'ziga yetishalmaganligining eng keskin ifodasidir. Namoz duoning harakatga aylangan shaklidir. Duo ojizlikning e'tirofidir. Duo haddini bilishdir. Shunlashqimi duo ibodatlarning mingisi yilikidir. Duo ibodatlarning naq o'zidir. Bu sababdan Qur'oni Karimda mundaq deydi. Aytqinki, agar sizlarning duoyinglar bo'lmasa, Parvardigorim sizlarga parvo qilmaydi. 25-sura Furqon 77-oyat. Duo qilingki, qabul qilay deb buyurgan Allah. Rabbimiz o'zini yiroq deb gumon qilganlarga shundoq ogohlantirish berdi. Agar bandalarim men to'g'riliq sendan so'rasa, ularga aytqinki, men haqiqatan ularga yaqinman. Menga duo qilsa, men duo qilguvchining duosini ijobat qilaman. 2-sura Baqara 186-oyat. Allah chaqirdi. Sen kelding. Arafat sen. Rahmat teg'ining bo'ylarida sen. Endi navbat senda. Sen chaqirsan. Uni kutib olgudek sog'lom bir qalbing bormi? Uni xarobiga aylangan shahar axlatxonasidanmi battar holga kelib qolgan bir yurakka taklif qilolmaysan. Oldi bilan u yerni tozalashing kerak. Bundaq yerni tozlaydigan birdan-bir narsa ko'z yeshi bo'lishi kerak. O'zingga deyishing kerak. Poklig'in ay ko'ngil uyingni, yar keladi yerlashgili. Poklishing va chaqirishing kerakdir. Haqiqatan har labbayking ham ijobat ham da'vatdir. Men keldim. Senmi rahmeting bilan kel. Mag'birating bilan kel. Yordaming bilan kel. Lutfing bilan kel. İhsoning bilan kel deganlikdir. Rahmat teg'ining etaklarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ustida o'ltirib duo qilgan qiyo tosh hozirmi o'z beti turdi. Hazreti Nabiyning ko'z yoshlariga shahid bo'lgan, purqini hidlagan, ovozini anglagan bu joy sanami shahid bo'lg'usi.
o'rin joyningmi aj saqlash iqtidori borligini unutmasliging kerak. Bilishing kerakki, Arafat tig'i lotereya bileti setiladigan yerga o'xshamaydi. Odamdek ikki puklum bo'lib kelganlar, jannatini istaganlar va gunohini e'tirof qilib, o'zini tanqid qilganlar kechirimga erishadi. Haj bir ibodatdir. İbadetning qabul bo'lishi niyatga bog'liq. İbadetni qabul qiladiğini bo'lsa Allohdir. Hech qanday bir ibadetning oldinala qabul qilinish kapolati yo'qdir. Bu haj uchunmi shundaqdir. Mo'min kishi haj ibadetni qabul qilgandimi degan andishi ichida tamomlaydi. Rabbim, yuzimga urma degandek o'tinishmi bo'ladi. Şoňlaşqa Peygamber aleyhisselam hajning mukofoti faqatla jannatdir demasdan, qabul bo'lgan hajning mukofoti faqatla jannatdir degan edi. Duolardan qabul bo'lishqa eng arziydigan duo qalbdan chiqarib qilingan duodir. Haj faoliyatlarining har qanday biri uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan şu yerde şu duanı oqung deganga o'xshash biror ish sodir bo'lgan emas. Odam bilan shaytonning farqi o'z-o'zini tanqid qilishdir. Shaytonmi qo'g'landi, odammi qo'g'landi. Shaytonmi buyruqi bo'ysunmadi, odammi buyruqi bo'ysunmadi. Faqat shayton xatoligida ching turib oldi va gunohini oqlab turib oldi. Odam alayhissalom bo'lsa xatoligida ching turib olmasdan pushaymon qildi va tavba qildi. Tavba insonning o'zi bilan yuzlashmasidir. Tavba o'z-o'ziga tanqiddir. O'z-o'ziga tanqid tavbadir. Buning mukofotiga yettirayotgan jannatini qayta qo'lga keltirganining ustiga yana texi dunyo saodatiga erishdi. Hajga kelgan har mo'min uchun yangi tug'ilish, boshlanish bo'lishi kerak. Payg'ambar alayhissalom bir hadisda Arafotda haqiqiy ma'rifatga ega bo'lgan kishini tasvirlaganida onasidan tug'ilgan kundagidek degan edi. Mana shundaq bir milad. Arafotda yangidan tug'ilgan bir mo'min hayotini milodidan burun, milodidan keyin degandek, hajdan burun va hajdan keyin degudek darajada yaxshi tarafga o'zgartishi, haj uning uchun yangidan tug'ilish bo'lishi kerak. Arafot haj faoliyatlarining to'rikidir. Bu sababdan Payg'ambar alayhissalom haj Arafa, ya'ni tonish bilishdir. Ya'ni tonish bilish ma'nosini bildiradigan Arafat tig'ida turish bilan ado topadi degan edi. Bu hadis hajning maqsadini ochiq o'tirg'i qo'ydi. Buningga qaraganda hajning maqsadi ma'rifatdir. Kishining o'zi bilan tonishish, bilishdir. Kimiki hajda o'zini yaratgan Rabbini haqiqiy tonish saviyasiga ko'tarilmasa, demak haj qilmagandek bo'ladi. Shundaq ajoyib bir ish borki, ba'zi fiqh kitoblarda Arafat turishida Arafatda turganligini bilishi shart emasdir. Xohlasang angliq, xohlasang angsiz. Arafat chegirisining ichida bo'lgan har kim Arafat vaqfa turgan bo'ladi deyilmaktadir. Şu halda Arafatga to'gi bilan, boshqa uloq bilan, ot bilan kelgan bir kishining ulug'i bilan o'zi o'tirishidagi farq nima? Yoki taksi bilan, avtobus bilan kelgan kishilarning mashinasi bilan o'zining o'tirishidagi farqi nima? İbadet bir bilib yetish bo'lmasa nima u? İbadetning javhiri ko'zga ilinmagan bir yerda İbadettin talab qilingan natija qanday hosil bo'ladi? Arafat bir mahshar maneveridir. Bu sababdan u yerda safarning davom qilayotganligini ta'kidlash uchun peshin va asr namozi birlashtirilib, peshin vaqtida jamlab o'qiladi. Bu sunnat hajning bir turlik jihad ekanligini eslatish uchun ma'nilikdir.
Chunki namozlar safardagilarga o'xshash asli soniga qaytgandir. Ayşe anımız Peygamber aleyhisselamga ayollarning cihodini so'raganda shundoq javob bergan. Ularga ichida urush bo'lmagan bir jihad bor. U bo'lsa-mu haj va umra.